Mansurjon, Labey. gulmisiz, rayhonmisiz, jambilmisiz? Aytganingiz man. Kelgan aziz mehmonlar, do'stingiz Mansurjon qancha osh yeydi deb mendan so'rashganda, Aha. Mansurjonni eng yaxshi ko'rgan taomi osh, ikkita o'g'il bolanikini yo'radi deganimni bilganmisiz? Mamasida hoji. Labbay. Gulmisiz, rayhonmisiz, jambilmisiz? Aytganingizman. Mehmonlar otangdek ulug' deb. Ha. O'zingiz qozonga unnab, Ha. Abdurahmonni savziga o'tirgizib ketganmisiz? Mahmudjon aka, gulmisiz, rayhonmisiz, jambilmisiz? Aytganingiz man. Bizni Qorasuvga mehmonga borib qolganingizda, Devzira yurishda ajoyib osh qilib berganimda, Toshkentga kelib maqtanib, Muhiddindiki og'zimda qoldi deganmisiz? Muhiddinjon, Labbay. gulmisiz, rayhonmisiz, jambilmisiz? Aytganingizman. Xonadoningizga borganimda, Ha. shosh turibman ketaman deganimda, Ha. ozgina sabr qiling, oshni o'zim anjancha qilib beraman deganmisiz? Mahmudjon, Labey, gulmisiz, sunbulmisiz, rayhonmisiz? aytganingiz man. Akasi oshni yaxshi qilasiz, iltimos. Nimaga qilib bering deganmisiz? Tohjon. Abdurahmon, Ola bey. gulmisiz, rayhonmisiz, jambilmisiz? Siz aytganingizman. Guruchli erkaga Qorasuvda bo'ladi. Muhiddinjondikida osh yeyilib. Ha. 1 yilgacha Muhiddindikidan yeganman deb maqtanib yurganmiz. Abdurahmon aka. Labey, Gulmisiz, rayhonmisiz, jambilmisiz? aytganingiz man. Bu oshga guruch tanlaymiz desam, ustasi menman tanlashdi deb, Ha. oldin kaptingizda uqalab ko'rib, keyin tishlab ham ko'rganmisiz? Mahmudjon, Mahmudjon. Mahmudjon. Labey aka. Gulmisiz, rayhonmisiz, jambilmisiz? Aytganingiz man aka. Muhammadsiq aka bugun osh qilamiz, bozorda o'zingiz qilib keling deganingizda. Ha. Bozorda chiroyli narsalardan olib kelib, 1 kilo turib qo'shib ham kelganimda. Ha. Turibga ko'zi tushib qolib, bozor qilishingizga qoyilman aka. Osh bilan turib ketadi deganmisiz? Muhammad Sidiq aka. Labbay Mahmudjon. Gulmisiz, rayhonmisiz, jambilmisiz? Ya aytganingizman. Qo'qondaryodan zo'r guruch olib borganimda. Ha. Muhiddinjon katta guruch olib kelib qo'yibdi deganda. Ha. Mahmud akangizga suvga tushsa rosa cho'ziladi deganmisiz? Muhiddinjon, Labbay. gulmisiz, rayhonmisiz, jambilmisiz? Aytganingizman aka. Mana hoji aytganda osh bilan turib zo'r ketadi deb. Ha. Toshkentdan mehmonlar borsa, suvga solib o'tirganimni ko'rganmisiz? Mansurjon aka. Labbay. Gulmisiz, rayhonmisiz, jambilmisiz? Aytganingiz man. Andijondan ajoyib devzira guruch olib kelib osh qilaman deganimda, Ha. qo'ying uka men bugun toshkentliklarga qildiraman deganmisiz? Mahmudjon. Muhiddinjon, Labbay. gulmisiz, rayhonmisiz, jambilmisiz? Aytganingizman. Respublika bo'yicha yuraman, hamma yernikini ko'rdim, ammo Toshkentga o'xshatman deganmisiz? Mansurjon aka, gulmisiz, rayhonmisiz, jambilmisiz? Aytganingiz man. Mana shohxonada ajoyib palovxonto'ra kelganda, Ha. osh shirin bo'lib to'ymay qolib, Ha. tagini ham yalab qo'yganmisiz? Mahmudjon. Muhiddinjon, Labbay. milliyligimiz bor. Milliyligimizga ko'z tegmasin. Ilohim. Oshni kattalar boshlab beradi. To'g'ri. Gulmisiz, rayhonmisiz, jambilmisiz? Aytganingizman. Hali hoji oshga qo'l uzatgan yo'q, turta urib oldingiz qimirlamayapti deganmisiz? Mahmudjon. Mansurjon aka, gulmisiz, rayhonmisiz, jambilmisiz? Aytganingiz man. Ikkovimiz bittalaganda osh yeb qo'yganimizda, Ha. oshni yaxshiroq ovorsam, Ha. meni turtib, Ha. bo'ldi oldim o'ra quvording deganmisiz? Mansurbek, Labey, gulmisiz, rayhonmisiz, jambilmisiz? aytganingiz man. Andijondan Qo'qonga kelganimda osh qilib beraman deb, Ha. oshga urinib ketganingizda men yo'lda charchab qolib, jinday miziqib qolganimda. Ha. Muhammad akam uxlab qoldi. Ha. Tursa beraman deganmisiz?
O Mahmudjon. O Mahmudjon, Mahmudjon. Maması da hacı. Labbe dostum. Yolda çerçeğinizi ana görürdüm. Ha. Gül müsüz, reyhan mısınız, cembil misiniz? Ya aytganingizmi? Chiroyli oshqi berasizmi? O'zim charchab qoldimmi? Akramjon do'ppidek qilib beradi deganmisiz? O Mahmudjon. Labbay aka. Gülmüsüz, sümbülmüsüz, rayhanmısız? Aytganingizmi? Ja, oşeğiniz kelib qopti. Salomat Ben bo'ling. deb havolab keldim deb hojonni ko'rsatganingizda. Yo'q, hoji emas. Abdurahmonga qildiraman deganmisiz? Abdurahmon aka gulmisiz, rayhonmisiz, Aytganingiz jambilmisiz? O'tgan safar qilib bergan oshim yoqib qolib, keyingi safar yana osh qilib berganimda meni yomonlab, bu xuddi bugun buzib qo'ydi deganmisiz? Mahmudjon. aka. Abdurahmon aka. O Mahmudjon. Labbay. Gülmüsüz, sümbülmüsüz, rayhanmısız? Sho'rvaga soladiganman. Ya, Mahmudjon. Labbay. Endi bu Abdurahmon akamga osh qilmayman deganmisiz? Nimaga deng? Nimaga? Tirik qilib qo'yakan deganmisiz? Abdurahmon aka. Ola bey. Gulmisiz, rayhonmisiz, jambilmisiz? O aytganingiz. Oshni qo'lingiz bilan yakkaningizda har zamonda artib olaverganmisiz? Abdurahmon aka. Choyam ichinglar, Abdurahmon aka. O, Gulmisiz, rayhonmisiz, jambilmisiz? aytganingizmi Mahmudjon? Oshni zirvagini qilib qo'ydingiz, suvlarni kuydingiz. Qachon guruch sola sop qo'ydim, Vohidjonga damlataman deganmisiz? Abdurahmon, gulmisiz, rayhonmisiz, jambilmisiz? Aytganingizmi usta? Anjanga borganingizda chiroyli qilib o'zim qo'limdan oshlarni qilib berganimda. Qo'qonga kelganingizda Mahmudjon sizdan so'rab, "Qalay bo'ldi oshi?" deganda, Muhammad akam guruch tanlashiga qoyilman. Muhammad akamniki damlaganda cho'zilar ekan deganmisiz? Abdurahmon aka. Ola bey. Gulmisiz, rayhonmisiz, jambilmisiz? Aytganingizmi? Toshkentga 5 askarning ichida borganimda rosa ortiga olib qildi deganmisiz? Ey maması da Abdurahmon. Ola bey. Gül müsüz, reyhan mısınız, cembil misiniz? Aytganingizmi? O'sha maması da hojini cho'zlaydigan guruchdan avkab osh qilganda qozondan chiqib ketmasin deb damtoqni ushlab turganmiz. Abdurahmon aka. Ola bey. Gulmisiz, rayhonmisiz, jambilmisiz? Aytganingizmi? Buni beshovimiz o'rtamizga tushib qolganingizda Akramjonni qadriga yetganmisiz? Mana endi chiroyli oshlar degandan keyin achchiq 95 choylarni ichish kerak. Maması da Mahmudjon, gulmisiz, rayhonmisiz, jambilmisiz? Aytganingizmi akajon? Sizga oshdan keyin choy damlab berganingizda, choy damlab berganimda, mendan xafa bo'lib choyingiz chiqmabdi deganingizda, qulog'ingizga Mahmudjon, bizniki 95 10 minut turadi, keyin chiqadi deganimni bilganmisiz? Muhammad Siddiq aka. Labbay Mahmudjon. Gulmisiz, rayhonmisiz, jambilmisiz? Aytganingizman. Choy chiqmayapti, chiqaraman deb. 3 marta qaytarib menikni sovutib qo'yganmisiz? Mahmudjon. Labbay. Gulmisiz, rayhonmisiz, jambilmisiz? Aytganingizmi aka? Sovuq kunlarda bizga mehmonga borib, mehmonxonada o'tirganingizda, issiq choylarda damyagingizni bir pela uzatganimda bir xo'plab turib, "O, ichimga issiq kirdi" deganmisiz? Abdurahmon aka. Ola bey Mahmudjon. Gulmisiz, rayhonmisiz, jambilmisiz? Aytganingizmi? Bugun mana choyxonaga kirib kelganimizda yelkasiga bitta durrani tashlab olib, meni choyxonachi qilib qo'ydi deganmisiz? Bahodinjon. Labbay. Gül müsüz, reyhan mısınız, cembil misiniz? Aytganingizman. Chaynakni oldingizga olib borib, "Quymaysizmi?" desa, ixtiyor biladi deganmisiz? Mahmudjon, gulmisiz, rayhonmisiz, jambilmisiz? Aytganingizmi aka? Qo'lingizga bergan choyni ichmay noz qilganingizda, qulog'ingizga iching ketadi deganimni bilganmisiz? Muhammad Siddiq aka. Labbay Mahmudjon. Gulmisiz, rayhonmisiz, jambilmisiz? Aytganingizman. Achchiqroq damlab bering desam, menga achchiq qilib shama qilib berganmisiz? Mahmudjon. Labbay. Gulmisiz, sümbülmisiz, rayhonmisiz? Aytganingizmi aka? Ko'pchilikni oldiga borib, men Abdurahmon akaning choy damlasini yaxshi ko'raman. Nimaga desa, ekmakni qoqib keyin damlaydiganmiz. Mansurjon aka. Mansurjon aka. Gulmisiz, rayhonmisiz, jambilmisiz? Aytganingizman. Achchiq qilib 95 choy damlab olib kelib berganimda, ayb topib, Muhiddindan xafaman. Ichida to'ymasdan damlar ekan deganmisiz?
Ey Muhittinjon. Bey. Gülmisiz, rayhonmisiz, jambilmisiz? Aytganingizman. Bunu chaynakda cho'milagini ham hokizarligidan Abdurahmon lata bilan ushlashini bilganmisiz? O Mansurjon. Öyle be. Gülmüsüz, sümbülmüsüz, reyhanmısız. Aytganingiz man. Çoğuna ki yanıysa. Piyer tap olmazsa. He. Çümada soğuk boygamın digamısız. Muhittinjon. Bey. Gülmisiz, rayhonmisiz, jambilmisiz? Aytganingizman. Abdurahmon akamni jumragini lata bilan ushlaydi deganda. Abdurahmon akamni o'rtasida chaynak bilan lata sarsonligini bilganmisiz? Mahmudjon. Ha. Gülmisiz, rayhonmisiz, jambilmisiz? Aytganingizmi aka? Abdurahmon Muhammad Siddiq aka choyni Mahmudjonga damlatamiz deganda Mahmudjonga damlatmay Mahmud suyuq damlaydi deganini bilganmisiz? Mansur aka. La be Abdurahmon. Gülmüsüz, sümbülmüsüz, reyhanmısız. Ya aytganingiz man. Ya Mahmudjon'u maqtayapsiz o'zi. Ha. Unga ishonmang. Nimaga endi? U shogirdlariga damlatadi. Voy Abdurahmon aka. Gülmisiz, rayhonmisiz, jambilmisiz? Aytganingizmi? Muhammad Siddiq akamga Mahmudjon damlagan choyni ichmang. Shogirdlar damlaganini iching. Ularnikini ichsangiz ichingizda yaxshi qaynaydi deganmisiz? Abdurahmon, Nabay. gülmisiz, rayhonmisiz, jambilmisiz? Aytgandim. Bu dunyoga erkak bo'lib ketdi. Biror marta bedana urushtirganmisiz? Mansurjon. Tabii. Gülmüsüz, sümbülmüsüz, reyhanmisiz. Aytganingiz man. İşangiz kimi yaptı nima? Meni bedanamni ko'rmaganmisiz? Mansurjon aka. Tabii. Gülmisiz, rayhonmisiz, jambilmisiz? Aytganingiz man. Abdurahmon akam beni sayramay qo'yganiga 15 yil bo'lganini bilganmisiz? Abdurahmon. Gülmüsüz, sümbülmüsüz, reyhanmisiz. Aytganingizmi? Meni bedanam seyraganda bunday qarab, voy deganmisiz? Abdurahmon aka. Abdurahmon. Gülmisiz, rayhonmisiz, jambilmisiz? Ya aytganingiz mana. Birinchisi Abdurahmon akamidi, Mahmudjondan so'rasam, Abdurahmon akamniki yo'q, to'rqa vaqti o'zi qolgan deganini bilgan. Abdurahmon aka. Gülmisiz, rayhonmisiz, Aytganingiz bor. Bugungi choyxonaga asanson qilib kelganingizda sizni ko'rsatib, modasi shu deganini bilganmisiz? Abdurahmon aka. Ola bey. Bedana urushtirgani keldingizmi aka? Urushtiram. Bedanangizni maydonga tashlasangiz chasang, meniki do'ppini ko'tarib ketgan sezganmisiz? Voy Mahmudjon aka. Labey. Gülmisiz, rayhonmisiz, jambilmisiz? Aytganingizmi? Bu Abdurahmon akam meni bedanam urusholmaydi-yu, Vohidjonnikiga ishonaman deganini eshitganmisiz? Mahmudjon aka. Labey. Gülmisiz, rayhonmisiz, jambilmisiz? Aytganingizmi? Meni bedanamga 1-2 marta og'zingizda suv berganmisiz? Muhittinjon. Gülmisiz, rayhonmisiz, sümbülmisiz? Aytganingizman. Mahmud akam bedanani har yerda saqlaydi, hammasi yeng deyga ish qozman deganmisiz? Muhittinjon. Gülmisiz, rayhonmisiz, jambilmisiz? Aytganingizman. Sizni bedanangizga kigiz ustida don berib, og'zida juni bilan urishganini ko'rganmisiz? Voy Mahmudjon. Voy Mahmudjon. Labda usta. Ey Mahmud akam, Mahmud akam To'rqovoqda yaxshi bedanasi bor ekan. To'rqovoqni qimirlatyapti deganingizda. Siz noto'g'ri gapiryapsiz Vohidjon. Mahmudjon To'rqovoqni shamol qimirlatyapti deganini bilganmisiz? Muhittinjon. Labey. Gülmisiz, rayhonmisiz, jambilmisiz? Aytganingizman. Abdurahmon akamnikining zo'rligi sababi nimasi? Vohidjon toblab berishini bilganmisiz? Mahmudjon, gulmisiz, rayhonmisiz, jambilmisiz? Aytganingizmi? Rosa bedana saylatganda ozgina qisib turganmiz. Gülmisiz, rayhonmisiz, jambilmisiz? Aytganingizmi? Mahmudjonni bedanasiga ishonasizmi desa, eng ishonchsiz mana shu deganmisiz?
Mahmud aka gulmisiz, rayhonmisiz, jambilmisiz? Aytganingiz mumkin. O'rtalaringizga dam sepib qo'yganimda Abdurahmon akam bilan don olishganmisiz? Mahmudjon, Labay. gulmisiz, sunbulmisiz, rayhonmisiz? Aytganingiz man. Bilasiz, bidalam bunday qo'lni toplaydi-da. Yengiga sog'aladi chollar, shunaqami? Ha. Ne, tolib turganda bunday qilib, voy, sizga ishonchli ekan, rosa katta ekan deganmisiz? Ey Abdurahmon, Hey! gulmisiz, rayhonmisiz, jambilmisiz? Voy, aytganingizman. Mana shu turganlar hammasi bedalavozmi deganda. Ha. Yo'q, bular ishonchdan savdo qiladiganlar deganmisiz? Oy Abdurahmon aka. Bo'l, ho! Gulmisiz, rayhonmisiz, jambilmisiz? Voy, aytganingizman. Ha bu etagingiz bilan bedana urushtiraman deb hamma yoqni supurib sidirvardim desam, ha tek qo'yaring, men ishonchdagi chang yutgichman deganmisiz? Ey Abdurahmon, O'la be. gulmisiz, rayhonmisiz, jambilmisiz? Voy, aytganingizman. Oxirgi ko'rinishdagi Ha. ichiga suv solingan kir yo'ydigan mashinamisiz? Abdurahmon aka gulmisiz, rayhonmisiz, jambilmisiz? Aytganingizman. Ishonchdan yangi smartfon olaman deb kirganingizda, narxi to'g'ri kelmasdan, bu telefonlarni ko'rib, menga muhitni ishlatib yurgani ham bo'laveradi deganmisiz? Abdurahmonjon, O'la be. gulmisiz, rayhonmisiz, jambilmisiz? Aytganingizman aka. İşonchli do'konlarda birida sotuvchi bo'lib ishlayotganingizda, xaridorlar sizni maqtab, Ha. juda qo'lochiq savdogar ekan. Ozgina pulga so'rasa ham berib qo'yapti deganini bilganmisiz? Voy, Mahmudjon aka. Labay Abdurahmon. Gulmisiz, sunbulmisiz, rayhonmisiz? Ya aytganingizman. Siz ishonchda savdogar ekansiz-da. Ha, albatta. Bizda xafa bo'ldim. Nimaga endi? Yangi tovarlarga qo'shnilarga yashirib beryapsiz ekan. Buni yashirib bergan. Ey, gulmisiz, rayhonmisiz, jambilsiz, Muhammad Sidiq aka. Aytganingizman. Qo'shnilarga yashirib beryapti deb turgan paytda Ha. Abdurahmon akam oldini bekitib arqadan sotib turganini bilganmisiz? Ey Abdurahmon aka, gulmisiz, rayhonmisiz, jambilmisiz? Aytganingizman. Ishonch do'konimizga kirganingizda, vitrinada turgan ajoyib narsani ko'rib, shuni o'ra bering deganingizda, skladdan ombordan olib chiqib beraman desa unamasdan, turganini olaman deganmisiz? Abdurahmon. eng yaxshi mijozimiz ishonchli deb. Ha. Gulmisiz, rayhonmisiz, jambilmisiz? Aytganingizman. O'sha omborga olib kirganda, "Shetda bo'lsa ham ko'rsatasan, kiya olaman" deganmiz. Abdurahmon aka. Gulmisiz, rayhonmisiz. gulmisiz, rayhonmisiz, Voy, jambilmisiz? aytganingizman. Zo'rini oldim. Qayerdan bildingiz? Hali ochib ko'rganim yo'q deganmiz. Abdurahmon aka. O'la be. Gulmisiz, rayhonmisiz, jambilmisiz? Aytganingizman. Ishonch do'koniga kirib aylanib men mana shuni olaman deganingizda. Bu sotilmaydi, agnat ushitil deganda menga shu to'g'ri keladi deganmisiz? O Mahmudjon. Labay. Gulmisiz, sunbulmisiz, rayhonmisiz? Aytganingizmi aka? Ishonch magazinga kirib, televizorlarni ko'rib, kitob bering deganda kichkinasini berganda yo'q, menga kattasini bering deganmisiz? Voy Mansurjon aka. Gulmisiz, rayhonmisiz, jambilmisiz? Aytganingizman. O ishonch do'koniga kirsangiz, sotuvchi yigitlar yugurib kelib, "Aka, telefon olasizmi?" desa, cho'ntagingizdan eski telefoningizni chiqarib, "Yo'q, bergani keldim" deganmisiz? Voy Vahidjon. Vahidjon. O'ylabman. Gulmisiz, rayhonmisiz, jambilmisiz? Aytganingizman. Ishonch do'koniga kirib, Ha. televizor tanlayib turganingizda, "Mana uning 32 ekran" deganda, menga 42 to'g'ri keladi deganmisiz? Abdurahmon. O'ylabman. Abdurahmon. Ishonchli sport bo'limiga o'tganingizda, gulmisiz, rayhonmisiz, jambilmisiz? Aytganingizman Mansurjon. Turgan valasabni amaki olasizmi desa, olgani pulim yetmaydi. Har zamondagi minib ketsam maylimi degan.
Ey Vahidjon aka. Öyle be. Gülmisiz, rayhonmisiz, jambilmisiz? Aytganingiz Ana ma'lum shu bo'ldi. ishlatilgan bu telefonlarda ishonchga borib topshirib, Ha. tashqariga chiqib xafa bo'lib, Ha. arzon berib qo'ydim deganmisiz? Vahidjon gulmisiz, rayhonmisiz, jambilmisiz? Aytganingiz ma ustoz. İşonch do'konida savdogarlik qilib turganimda Ha. bir tovarni ko'rib yoqtirib 200 ming so'm narx qo'yib qo'yganda olmay chiqib ketib qarab chiqib ketganingizda baribir qaytib kelib oladi deb o'ylaganimda Ha. qaytib kelganingizdan keyin 300 ming qilib qo'yganimda bir pas aylanib kelgunimcha Muhammad akam ko'tarib ketdi deganmisiz? O Abdurahmon aka. Öyle bey. Gulmisiz, rayhonmisiz, jambilmisiz? Aytganingiz man. İşonch do'koni sport anjomlari sotiladigan bo'limiga o'tib. Hop. Tomosha qilib turganingizda sotuvchi qiz muloyimlik bilan. Ha. Aka begovoy daroshka beraymi? Gantel beraymi? Nima beraylik desa menga oslaydiganini beringlar deganmisiz? Turdik. Oy Mahmudjon aka. Labbay. Gulmisiz, rayhonmisiz, jambilmisiz? Aytganingiz ukajon. Ishonch do'koniga, ishonchiga kirib, sotuvchi bo'lib kirib olib, pirlabgan orqasida qarindoshlarga beryatib ushalib qolganmisiz? Voy Vahidjon. Abdurahmon. Vahidjon. Gulmisiz, rayhonmisiz, jambilmisiz? Aytganingiz bor aka. İşonch do'koniga kirib, Ha. muddatli to'lov ostida mahsulot olgandan keyin, Ha. 3 oyda to'lab bo'lgandan keyin ko'chaga chiqib maqtanganmiz, 3 oylikda qutuldim deb. Makirjon. Gulmisiz, sumbulmisiz, rayhonmisiz? Aytganingiz ma. İşonch magaziniga kirib, Ha. tovarlar tanlab, Ha. meni pulim yo'q, kreditga beraman deganmisiz? Abdurahmon. Oy. O'sha sport bo'limiga kirganingizda Ha. gulmisiz, rayhonmisiz, jambilmisiz? Aytganingiz ma. Ikkita gandelni ko'tarib, Ha. kechasi kunduzi yerga qo'ymay ishonchli lahaplarni ko'tarib yurganmisiz? Abdurahmon aka. To'g'ri, to'p bo'lavermidi? Bo'lmadi. Abdurahmon aka. Öyle bey. Gulmisiz, rayhonmisiz, jambilmisiz? Aytganingiz man. Ishonch do'koningizga kirib, tovarlar tomosha qilib, Ha. narxlarga qarab turganimda, Ha. siz doimiy mijozimizsiz, sizga ozgina tushirib beraman deganmisiz? Abdurahmon aka. Abdurahmon ishonch do'koniga kirib hamma narsalarga mahliyo bo'lib savdo qilmasdan gulmisiz, rayhonmisiz, jambilmisiz? Aytganingiz man. Hech narsa olmadim, ular ham meni bir teng olmadi deganmisiz? Bo'lmasa. Salomat Bo'ldi. Bo'ldi. Keyingi tudamiz. Futbol. Olmagan. Manzurjon bugungi davrada men bilan kurashaman deb harakat qilmang. Nimaga? Bugungi chiroyli davraga rosa kuchga to'lib kelganman. Ko'z tegmasin. Belimi yo ushaysiz yo ushamaysiz o'rningizda qoqib qo'yaman. Mana bu qadrdonlar qo'llab-quvvatlab turdirsa g'oyibdan kuch keladi. Albatta. Ammo men siz bilan tushmayman. Nimaga endi? Hurmatingiz bor. Ha. Menga Toshkent azimda bitta gap tarqasa bo'ldi. Nima deb? Nima deysan? Andijondan chiqqan Mamasliq polvon Mansur polvonga Toshkentda tushibdi desa bo'ldi. Men ham maydonga tushib do'stim siz 40 yilga. Ha. Sizni yiqitib, sizni men muzlam qilmoqchi emasman. Ha. Faqat bitta narsani o'ylab turibman. Qaysini? Bu aziz shinavandalar oldiga meni chaqirishdi kurashdan oldin. Ha. O'zingiz do'stingizni yiqitib nima qilasiz dedi. Nima qilay desam, bular ajoyib maslahat berdi. Nima deysiz? Ikki oyog'ini ko'tarib qo'ysangiz bo'ldi deyishyapti. Mansur aka. Mamasliq hoji. Mamasliq hoji. Muxdinjon hozir. Hurmatingiz bor. Albatta. Men sizni yiqitmayman. Rahmat. Hurmat bilan kelganmiz, poytaxtga hurmat bilan ketamiz. Albatta. 5-6 kun sudrab yuraman, keyin qo'yib yuboraman. Mansur aka. Davay. Mana endi hozir shinavandalar xursand bo'lyapti. Aha. Andijonlik Muhammadsiz polvon bilan Qo'qonlik Mansurjon polvon kurashga tushyapti. Salomat bo'ling. Dabdurustdan kurashni boshlab yubormanglar. Aha. Bu yerda hakam bor. Aha. Sizlarni yechintiradi, kiyintiradi, Ha. tarozda tortadi. Ana. Orqanglarga bir uradi, keyin tushasizlar. Bo'lmasa sopi o'zidan chiqqani ma'qul. Mana bosh hakam, mana yordamchi hakam. Ha, bu tayyorlaydi, bu solaveradi. To'g'ri eshitsiz. Bugungi kurashni davrig'ini erta kunda eshitganmiz. Bugungi kurashda Abdurahmon akani hakam qilar ekan. Voy Vahidjon. O'ylab. Ikkalamiz bugun kurashadigan bo'lsak, Ha. maydonga chiqqanimizdan keyin
Özünüzge bir şorası mı ya südeke üşatib qo'ysinmi? Voy Mahmudjon aka. Tabii. Lekin sizdan xursand bo'ldim. Nimaga? O'tgan safar men bilan kurashgandan keyin hammaga maqtabsiz. Nima deb? Bundan keyin ham faqat Vohidjon bilan kurashaman. U yolg'onda ham yikib qo'ymaydi, ko'tarib soladi deb. Hamma bilan tushsam ham men Abdurahmon bilan tushmayman. Nimaga endi? Bo'yi ham to'g'ri kelmaydi, toshi ham og'ir. Yana bitta narsasi bor. Farg'onacha kurashda belvoq bog'lar chordi. O'ng qo'l 2 marta, chap qo'l 1 marta o'tadi. O'ng qo'lni 2 marta o'tkazdim, chap qo'lni endi tiqdim. Yo'tali bor ekan. Dud oxiri ham chiqarib yubordi. Nazurbek. Kim oldu? Doğru Mahmudjon. Ey, Siz maqtanmang. ha, O'tgan safar kurash esizdami? ha. Hamma ko'rib turibdi. Ha. G'irromlik qildi. Suvda ham ko'rdi. Nima qildim? G'irromdilar meni. Ha. Nima qildim bilasizmi? Nima qildingiz? Sekin bordim. Ha. Belni ushladim. Ha. Ushlab kelmadim. Bunda ayog'ini ushlab orqasiga itarib qo'ydim. Abdurahmon aka, Oh! Mansurjon akaman, ustozada polvonlar. Ha. Sekin ushlab turib oyog'ini bichib uchini bosib orqa itarib qo'ydim dedingizmi? Fe'lingizni bilar ekan. Ammo oyog'ini uchini sizga yaqinlashtirmadi, uchini poylab yuraverdingiz. O polvon akalar. Ha. Polvon akalar, murabbiyga rahmat aytinglar. Rahmatda. Atay borib ishonch do'konlaridan mana shu kurashga ketadigan bor anjomki kiyim-kechaklarni boshqa do'konlardan arzon qilib kelib yetkazib berdi. Rahmat. Bo'lmasa hozir birortanglar ham kiyiminglar yo'q, kurasholmay o'tirgan bo'lardinglar. Mansurjon Ben aka. Mahmudjon bilan kurashga tushmayman. Mahmudjon bilan kurashga tushmayman men. Tamam. Nimaga? Sudayamisiz? O'tgan safar kurash halol yiqsam nima qildi deding? Nima qildi? Sudaga borib meni chala qildi debdi-yu. Abdurahmon aka. Abdurahmon aka. Abdurahmon aka. Labay. Maydonga chiqib turganda adreslar aytiladi. Aytdi. Abdurahmon aka siz qayerdan chiqqan polvonsiz desa, Uchko'prikdan, ishonchdan chiqqan polvonman deb maqtangan ekansiz. Ana. Ana. O'tgan kurashda yiqilgan ekansiz, Uchko'priklar boshqacha gap qildi. Nima debdi? Uchko'prik ishonchidan chiqqan yo Qirg'izistonda Olaboqasidan qochgan polvon işte. Lekin Mahmudjon aka. Tabii. Polvon zoti o'zi nomi bilan polvon. Albatta. Nazari to'q bo'lish kerak. Salomat bo'ling. Bugungi kurashimizga asosiy homiy ishonch bo'ladi. Salomat bo'ling. Juda katta sovrin qo'ygan ekan. Aha. Siz bilan kurashga tushdikmi? Tushdingiz. Sizni dast ko'tarib 2 marta aylantirib urdim. Sog' bo'ling. Yengildingiz. O'rningizdan turib sovringa qarab ketyapsiz. Ha. Shinavandalar, Mahmudjon uyat bo'ladi. Siz yiqildingiz desa nima dedingiz? Nima debman? Ishlar bo'lmasa aralashmanglar. Tagida yotib kelishib qo'ydim debsiz. Muhudinjon. Necha yildan beri kurashib kelamiz. 25 yil bo'ldi. Salomat bo'ling. Bugun ham ishonch tomonidan men maydonga chiqadigan bo'lsam, xudo bir quvvat berib ko'tarib olsam. Holaga yerimga olib borib uraymi ya eski yurgan yerimga uraymi? Mahmudjon aka. Mahmudjon aka. Rabbiy. Siz bilan birga kurashga tushib oldimmi? Mayda o'tirgan oqsoqollar, shinavandalar meni ozgina o'ylantirib qo'ydi. Nima deyishyapti? Muhudda ancha yosh ekansiz. Sal chamangizni bilib tushmaysizmi deydi. Nimaga desam sizni ko'rsatyapti. Nima deyishyapti? Mahmud akasi qarang, buni ancha bo'yida bor ekan deydi. Dodi xursand qilardi. Bu san'atiga ishonmayman. 5 yil burungi san'atini ko'rmabsizlar. Hozir bo'yidan tushganman hali dedim. Muhudinjon. Yoshingiz menga nisbatan yoshsiz. Yoshman. Ham to'laroqsiz. To'g'ri. 5-6 tasi etdi. Bo'ydorsiz ham. Mansur akam aytdi. Buni bo'yda bor. Tushmay qo'yaver desam, Muhammad Sidiq akam meni ishontirib yubordi. Nima dedi usta? Bo'yda bo'lganmini ozgina oyoq yengil buni dedi. Amal ikkalamiz kurashdik. Ha? To'g'ri. Belbog'ingizdan aylantirib oldim. De tortdim. Qonimga bir narsa botdi. Ye. De qarasam, u qiyg'ingizni tugun ekan. Shunaqami? Bildirmasdan aylantirib tugun darqangizga o'tkazdirib yubordim. Rahmat. O polvon akalar. Ha. Endi mana bizni homiymiz kurash bo'yicha ham ishonch kompaniyasimi? Bundan keyin qayerga borsak ham halol yutib, mardonavor kurashaylik. Yana ishonchdan chiqib qolmaylik. İşonchga gap yo'q. Ko'pchilikka homiy. To'g'ri, Mahmudjon. To'g'ri. Kimga homiylik qilyapti dedingiz?
Sindorovga. Jahongir Javohir Sindorov dunyoda hozir yagona bo'lib turibdi. Shu bolaga omad tilasakda. Shaxmat bo'yicha. Ha, shaxmat bo'yicha. Keyinlar Salomat bo'lsin, salomat. ishonchli oqlovini biz ham yordam bersakda. Biz ham bir shaxmat to'garak olsak. Vahidjonni o'rgatadigan qilsak, buni o'quvchi bersak. Kecha kuni xabar xafa bo'ldimda. Nimaga? 5 yildan beri tosh teryapti deydi. Ko'pchilik Mahdijonda shamat o'ynashni bilmaydi ekan deyapti. Nega endi? Nimaga bilmaydi ekan? U o'sha qo'l qo'yapti deydi. Abdurahmon aka. Shaxmat o'ynasam ham siz bilan o'ynamayman. Nimaga? O'zingiz qolib meni kun sho'rib kerak turasiz. Ona mehribonligi bor. Billa shaxmat o'ynaydigan bo'lsa hech qachon yutkizmaganman. Kutib turadi. Otingizga ochib beraman dedi. Mahmudjon, Labi. iyiga g'irromlik qilib qo'ydingiz. Salomat bo'ling. Hozir g'irromlik qildi. Qaramadilaring. Men mot qilsam bo'lmas edi. Nima desam, otga mot bo'ldim deydi. Siz maqtandingizmi mot qildim deb? Maqtandingmi? Men ham yaxshi o'yinchiman. Men mot qilman, ikkita harakatda pot qilib qo'ya olaman. Ammo siz aka, o'tirradimi, shaxmat o'ynaysizmi? Shaxmat o'ynayman, lekin men Mahmudjon bilan o'ynamayman. Nimaga? Mahmudjon eskidan shaxmat o'yinida yaxshi ko'rar ekan. Tajribasi ham juda kuchli ekan. Bu Mahmudjon bilan shaxmat o'ynamasligimiz sababi bor. Nimaga? Ancha yil bo'ldi eshitganimga. Nimaga? Mahmudjon tajribasi kuchayib, yutadigan bo'lib ketgan ekan. Men ham Muhammad Sidiq akam bilan o'ynayveraman. Nihoyatda qo'li ochiq odam. Hamma to'rasini ehtiyot qilsa, bu menga to'rasini otimga berib qo'yadi. Ama siz g'irromligingiz bor ekan. Nimaga? O'tgan safar bildim-da. Qayerdan bildingiz? Meni o'ylantirib qo'yib, aylantirib, siz qo'lingiz meni toshimga o'ynab yuribdi. Ya, biz chidaymiz-da mana yo'llariga, g'ilobgarchiliklariga. Birovda toshini ushlab, birovga yurib qo'yishdi. Men ixtiyorjon bir marta o'ynamaydigan bo'lib qoldim. Nimaga? Nimaga o'ynamaysam, qo'ying o'ynashni qursin deyapti. Voy! Yo Mahdijon. Bular ham ishqiboz. Ko'ryapsizmi? Bular hammasi peshka. Hozir musofir, Toshkentdan musofir. O'zimiz tomonda birovga gap bermaydi, shohmandim. Mana shu. Bitta narsaga hayronman. Nimaga? Shohman deysizga mot o'rganni qarang. Yo'q, ichimizda shoh shu dedingizmi? Shoh. Ammo o'tirganlar ham rosa hayron bo'lyapti-da. Ichida bitta shohi bor ekan deb. O'zi Siz javob bering Mahmudjon. Ha. Siz to'ramisiz? Ya, bu shoh. Ixtiyorjon, burchakka ixtirab o'rib mana bezor qilib oladi. Mana shu shaxmatni ham asosiy homiysi, shaxmatchimizning asosiy homiysi ham shu ishonch kompaniyasi ekan, to'g'rimi? To'g'ri. Demak, ishonch kompaniyasidagilar ham shaxmatni yaxshi biladi. U yerga kirib, g'irrom qilib, aldab bir narsa xarid qilaman deb o'ylamanglar, motib qolasizlar. Mot bo'lsa bo'lsin, otolmasin. O'sha ishonchlarni hurmatini qozaman deb o'ynamasa ham mana qo'ltig'ida o'yiradi. Ammo lekin sizni shoh dedimi? Men masalan turmaydi, bu shoh desam, yaxshi shoh deding, ot deganda qo'lma qo'lib ketardim deyapti. O, Mahdijon. Siz o'ynamay deyapsiz buni? O'ynaydi bu. Siz o'ylaysiz, doim qisib yuradi o'ylaysizmi? Yo'q, bag'ri keng hozir mehmonda Toshkentda o'zimizda bo'lganda ro'bara kelganda ochib o'tiradi sherik bor. Sherik bormi nima? Voy Mahmudjon aka, nima bu kechasi ham shaxmatga berilib qolibdi shekilli, kechasi ham uyga kirmayapsiz desam, katagimni topolmayapman deydi. Men aytdim. Mendan maslahat so'ramabsiz-da. Chiqaylik yigizib yuborardim. Men aytdim, 70 ga kiryapsiz Mahmudjon. Hali ham bekarga o'ynaysizlar, ko'tarib qo'ying, tagida bor deydi. Voy, menga qarang, Abduvohid. O'ylab. Katagini topolmayapti dedingizmi? Xabaringiz yo'q ekan. Nimadan? Men necha yildan beri siz katangizni o'ynayapman. Voy, bitta narsaga xotira eng kuchli odam
shu. Mamasli hoji. Hop. Xotira eng kuchli mana shunga tan beraman. Albatta. Biz bitta bilan o'ynaysiz. Bitta bilan o'ynaysiz. Bu hamma erkak bilan o'ynaydi. Bitta aybi bor-da. Qanaqa? Oq bilan qora farqi bormaydi. Endi hamma bilan o'ynaydigan bo'lsa, kerak endi payroqni o'zgartiramiz. Ha. Futbol o'ynamaymizmi? Ko'pchiliklashma. Ha. Millionlar o'yini. Men hakamlarni kattasi bilan ertalab gaplashdim. Bugungi o'yinga Mahmudjonni qo'shmas ekan. Nimaga? Bugun Mahmudjonni o'yinga qo'shmaymiz dedi. Nimaga desam 2 safardan beri Mahmudjon qo'li bilan o'ynab qo'yapti dedi. Aka, necha yildan Muhammad Sidiq aka. Tabii. Necha yildan beri bitta komandada yonma-yon o'ynaymiz. Albatta. Hech qachon aybim bo'lsa betimga ayting. Albatta. Murabbiyga bor yomonlab. Nima debman? Mahmudjon o'zini ko'zlab o'ynaydi. Ha. Hech past chiqarib o'ynamaydi. Dedi, men ham murabbiyga aytdim. Nima dedi? 5-6 marta Muhammad Sidiqga pastdan chiqarib berdim, o'ynashni bilmadi dedim. Haqiqatdan men sizdan Mahmudjon, haqiqatdan bitta jamoada o'ynaymizmi? O'ynaymiz. Sizdan men juda qattiq xafa bo'ldim. Nimaga? O'tgan haftada bo'lgan o'yinda chiroyli qilib to'pni chiqarib bersam, tepmay ketdingiz. Ha. Ataylab sizga to'p chiqarib berdim, nimaga tepmadingiz dedim. Siz ham kuldirdingiz-ku. Nima dedim? Muhammad Sidiq aka, siz aralashmang, meni orqada uradiganim bor dedingiz. Mohadan ta'm berish kerak. Mana ro'paramizda 3 ta hakam o'tiribdi. Dunyo miqyosida hakamlar o'tiribdi. To'g'ri. Mahmudjon so'rab qoldi. Nima ish qiladi dedi. Buni ikkalasi chekkada jim turadi. Asosiy ishni o'rtada qiladi. Mas'uljon aka. Mas'uljon aka. Mana quvonchli xabar. Milliy terma jamoamiz jahon chempionati. Ana. Albatta. Butun xalqimizni tabriklaymiz. Lekin jahon chempionatiga Mahmudjon akam bormaydigan bo'lyapti. Nimaga endi? Murabbiylar bilan gaplashsam, xafa. Nima deydi? Yoshi o'tib qoldi, 2 safardan beri o'zini ko'zi urib qo'yapti deydi. Uyatmayli, sho'may turingda endi. Buni olib borsam bo'laveradi. Nimaga? Yaxshi o'ynaydi, bitta yomon fe'li bor. Qanaqa? 11 metr men tepaman deydi. O'tgan safar olib borganda birga bordik. 11 metr chiqdi, men tepaman dedi. Tepa desa, oxir borib nima qildi deng? Nima qildi? Ishdan qaqib qo'ydi. Men 11 metr tepdimmi? 11 metr tepdimmi? Tepdingiz, tepdingiz. Siz darvozada turadingiz. Turdim. Gol bo'ladi, shuyda gol desa hech emas. Ha. Nimaga hech emas desa nima dedingiz? Nima debman? 3 tadan oldin kirgizdi dedingiz. Mahmudjon aka. O'sha kuni Abdurahmon akam darvozabonmidi? Darvozabon edi. Juda maqtanchoq aka. Nimaga? 11 metrli to'pni men tepadigan bo'ldi. Maqtanibdi Mamasliq aka. Nima debdi? Muhiddindan qo'rqmayman. Muhiddinnikini o'tirib ham ushlab qo'yaman dedi. Mo'g'dijon. Va Mo'g'dijon. Yaman maqtanchaqsiz-a. O'tgan safar komandam bilan qo'shilib futbolga bordingiz. Hop. Barador yo'qqa varataga turdingiz, to'g'rimi? Keyin maqtanibsiz. Nima debman? Borib, men Messinikini 3 marta ushladim deb. Abdurahmon aka, mana tomoshabinlar turibdi. Ha. Messiniki 3 marta ushlagan bo'lsa, Ha. komandani muqarrar goldan saqlab qolgan. Saqlab qoladi. Sizdan xudo saqlasin. Ha. Jahon chempionatiga pellik urdirib beribsiz. Endi-chi, Mana Abdurahmon akam o'yinga qo'ymaydigan bo'lyapti. Lekin baribir futbolga qiziqadi. Chiqamizda. Iltimos qilyapti. Futbol stadionga futbol o'ynamasam bitta xizmat beringlar dedi. ana. Xizmat berdik. Ha. O'yinda oldin maydonni tozalab qo'yasiz dedi. Sizga bir kitob qo'ydim Mo'g'dijon. Endi qarab qo'yarsiz. Sen o'yinga yaramaysiz endi. Sizga boshqa kitob beraman. Qanaqa ish? Oxiratga kiyib olib, yiqilganini turg'izib yuraverasiz. Blogerlar kelib intervyu olyapti ekan. Zo'r darvozabonsiz, maktab yarating, qanday erishdingiz desa, Muhiddin tepadan tepadi, sahra ushlayman. Mamasliq pasdan jo'natadi, bunikini yotib ushlayman. O'tgan safar Mas'uljon aka Burjoydan tepdim. Gol bo'ldi. Mahmud akam chiqarib berganimda. Bu kallasi urgan gol ekan. Baqiryapti sudyaga. Nima deydi? Hisobpas to'pidan oldin kallasi kirdi deydi. Ama men hakamman gaplashganini bilsani eshitib qoldim. Mahmudjonda endi hujumda 10 nomerda o'ynardi. Mahmudjonda boshqa yerda o'ynaydi endi dedi. Qadr desam 10 nomerda olib deydi, orqasiga bir qilib darvozaga qo'yamiz deb.
Ya Yaxşı oyuncu. ikimizden gol urmaydı. Gol urmaydı. Himoyada turmaydı. Ya hücumga o'tmaydi. So'rab qolishdi. Ixtiyorjon. Buni nimaga o'ylasizlar dedi. Yaxshi pas chiqarib beradi. O'tgan safar raqib komandada o'ynadingiz. Shunaqa bo'ldi. Darvozada turdingiz. bo'ldi. 11 metrda jarima bo'ldi. Men tepaydigan bo'ldim. Darvoza qolib ko'chaga qarab chiqib ketyapsiz. Nimaga endi? Ba'da treneringiz, Muhammad Sidiq aka qaqa ketyapti desa, Mahmudjon kuchli tepadi, qish tepadi. Bunikini ko'chadan ushlab kelaman dedi. Muhammad Sidiq aka har qaysi komandadan bir ishonchli odam bo'ladi. Albatta. Men ishonch komandasining ishonchli o'yinchiman. Yasha. Kecha kuni Ugulovoydan burchakdan to'pni menga oshirdilar baq. Siz darvozada turuvdingiz. Shunaqa bo'luvdi. To'p qolib meni boshimda ushlab oldingiz. Komanda kapitaniga nima buni qilyapsiz? Kecha kirgizgan kalla shuydi dedingiz. Mahmudjon zo'r o'ynaydi-da. Futbolda o'ynadingiz. Yaxshi o'ynadi, menga mukofot beriladi dedingiz. İşonchda zo'r narsalar bor. Mana arzonni beramiz sizga, bitta palajni beramiz. Siz nima palajni olasizmi? O'ynay yuraman debsiz. Ya somsa ishdan maqsad go'sht yeyishmi? Futbol o'ynashdan maqsad bir maddiy manfaatdor bo'lish kerakmi? Albatta. Ishonchli o'ynang. Yaxshi sovg'alar tikilgan, pullar tikilgan, shular mashina tikilgan. Bunda hapa bo'laman xolos. Bitta kalishga ham o'ynaveradi. O'tgan kuni yaxshi o'ynadilar. Ko'rdingmi? Ammo lekin sovrin bermadilar. Sovrin tegmadi masalaga desam, qo'yaver. İşonchda narx ozroq o'sha yerdan olib ketaveraman dedilar. Yo'q, qarang, o'yini yaxshi emas. Xudo berganda payzi bor. Legioner bo'lib ketgan. Bir yil mamasazlikda o'ynaydi, bir yil muhimlikda o'ynaydi. Hozir qaytasan desam ishonchli o'ynayapman deydi. O'yinni payzi bo'lishining sababi bor-da. O'yinni payzi bo'lishi sababi bor. O'zida oldingi ustozlarda oldida chakana o'tirdimi? Bekarga ishonchli o'ynamayapti-da hozir. Sababi bor. O'tgan safargi o'yinda bitta katta gilam sovg'a qilgan ekan ishonch. Shunga xursand bo'lyapti. Nima deydi? Tagimga solib qo'ygan. Ama şu ishonchli otasiga rahmat. Men gilam berdi, sop qo'ydim. Siz ham babadan mehmon bo'lib bo'lsangiz ishonchli o'tirib ketaverasiz. Tog'idan kamtarga Kamol ekan. Abdurahmon o'zingiz sizga bitta gilamga shuncha to'palan. Esingizdami? Oldiga 8 gilam oluvdik. To'rt burchak. Devor orqasida devor bordi. Orqangizga qoqib qo'yganmiz ham indamagansiz. Ona Mahmud akamning mehribonligi bor. Salomat bo'ling. Qo'li ochiq. Hali tagiga solib qo'ygan gilam bor-ku. Yaxshi so'rasangiz tagida solib yotganini ham beraveradi. Yo men beraveraman. Buni jiratda. Tagidan chiqarib meni berib yubordi deydi. Tagida so'yotgandan beraveradi deb ushlab ko'rib, eskiyo desam, kecha qoqtirganman deydi. Salomat bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana osham keldi. Akalla. Rahmat. Ko'tarma bosh. Qani? Juda ham go'zal osh bo'pti. Bismillah. Haligida o'shada. Qani? Bismillahirrohmanirrohim. Mana bismillahirrohmanirrohim. Qani? Mana dora Jurol Fayzi bo'ldi. Albatta. Mana bu juda ko'pchilik xizmat qilishdi. Men do'stlarimizga rahmat. Albatta. Ishonchda ham bir duo qiling. Albatta. Yurtga ko'z tegmasin. Rahmat. Parvardigor egam. Amin. Parvardigor egam bizlarni mana shunday go'zal, shinavanda, haqiqiy ashaddiy askarni muxlislar bilan uchrashtirgan ishonch bo'ladi. Rahmat. Ishonchni ishlariga omad tilaymiz. Rahbardan tortib oddiy xodimgacha tanijoni sog' bo'lsin. Bugungi davramiz, bugungi askarlarimiz fayzli bo'lishida mana shu ukalarim, qadrdonlarim qatnashdi. Rahmat. Haqiqiy askar ishlananlar ekan bular. Ularni ham farzandlarini to'ylarda xizmat qilishi nasib qilsin. Hammasi bola chaqalik, farzandlari, nabiralarini, zurriyotlarini baxt saodatini kamolini ko'rsin. Ikki dunyoda Allohimdan o'zidan so'raymiz, oqibatlarimizni xayrli qilsin. Andijonga, Farg'onaga boringlar.
chiroyli yurishlarimiz va o'sha yerlarda bitta tovada osh yeyish hammamizga nasib qilsin. Va sallallohu taala ala xayri xalqihi Muhammad va alihi. Qisalarini aytinglar. O'zimiz to'yona bilan kelib o'tkazib berib ketamiz. Rahmat deydilar. Sağ olun.